Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chiroyli yuzli, shirin so'zli oila a'zolari mehriboni bo'lgan Parixon opa bilan bog'landikmi? Allohga shukr. Sog' salomat bo'lsiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Zata qilib qo'ymadimmi sizni? Yo'q, uzr, telefon qilsizlar, men ish bilan bo'lib telefon bezuk qilib qo'ygan ekanman. Ha, mayli, hech qisi yo'q. Bugun siz uchun eng yaqin insonlaringiz tomonidan yurakdan chiqqan dil so'zlari, samimiy tilaklari va shukrona kun tabriklari kelib tushgan ekan. Endilikda taxmin qilib ko'ra olasizmi, kimdan deb o'ylaysiz? Singlim bo'lsa kerak-da. Ismlari? Kumushxonimdanmi? Yo'q, lekin singlingiz, lekin Kumushxon opa emas. Endi Kumush deb taniyman-da men. Radnoy singlim emas-da. Saytlarda yuramiz, gaplashib, o'zini ismini to'g'ri so'ramabman. Men ham o'zim ismim Pari emas, Nargiz ismim. Shuning uchun ismimni to'liq aytolmagan. Mayli, unda sizni ham ko'p qiynamasdan, ko'p kutirmasdan o'zim ayta qolay-a? Ayting. Sizni juda ham yaxshi ko'rib, hurmat qilguvchi, mehribon singiljoningiz qirg'izistonlik Durdonaxon opa tomonidan kelib tushgan ekan. Asha aytyapman-ku, saytlarda shunday bo'lib yuramiz-da. Ha. Agar vaqtingiz olmayotgan men bo'lsam, ularning shukrona kun tabriklarini o'qib boshlasham maylimi? Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Mening mehribonim bo'lgan qadrdon opajonim. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Bu yorug' dunyoga kelganingiz nafaqat oilamiz, balki mening hayotim uchun ham ulkan baxt va ne'matdir. Siz men uchun doimo mehr, sabr va hikmat timsolisiz. Har bir so'zingizda tarbiya, har bir duongizda kuch, har bir tabassumingizda iliqlik bor. Opajonim, Allohim sizga uzun umr, mustahkam sog'lik, qalbingizga xotirjamlik va xonadoningizga barakat oysin. Har kuningiz shukronalikka, har oningiz quvonchga to'lsin. Orzu niyatlaringiz birin-ketin ushalsin. Yurangiz hech qachon g'amgin bo'lmasin. Siz borsiz, men o'zimni baxtli his qilaman. Sizni juda ham yaxshi ko'raman va doimo hurmat qilaman. Yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin opajonim. Allohim yangi yoshingiz hayotingizda eng go'zal sahifalarni ochsin. Boringizga shukr, mehribonim. Rahmat kattakon. Sizlarga ham ishlaringga omad. Rahmat, aytganingiz kelsin. Yo'q, o'sha gruppada singil bo'lib yuraman. Endi Xudo xolasa nasib qilsa Qirg'izistonga bir boraman, Xudo xolasa. Men O'zbekistonlikman, Andijonlikman. Inshaalloh opajonim. Inshaalloh. She'r yozdim sizga atab, she'r ichiga gul qadab, umringiz bo'lsin uzun bugun siz tug'ilgan kun. Ortda qolib eski yosh, quvonchdan qilib ko'z yosh, yashang kulib dunyoda malikaga bo'lib xos. Orzular qanotida, oilangiz nigohida, yuzga kiring ilohim Allohning panohida. Sizga omad yorligin, yaxshilarning borligin, tilayman yuragimdan dunyoning eng shodligin. Opajonim, mehribonim, yana bir bor shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Baxtimizga doimo sog'-omon bo'ling. Sizni juda ham yaxshi ko'rib, hurmat qilguvchi mehribon singiljoningizdan. Rahmat. Ilohim farzandini baxtiga doim sog' bo'lsin ham. Sizlarga ham ishlaringga omad. Rahmat kattakon. Rahmat, aytganingiz kelsin. Mayli, rahmat. Sizga ham vaqtingizni olgan bo'lsak ming bora uzr. Rahmat kattakon. Rahmat, mayli, mehr oqibatinglar ko'z tegmasin, sog' salomat bo'lasiz, shukrona kunlaringizni yaxshi o'tkazib oling. Rahmat. Sog' bo'linglar. Xo'p, mayli, rahmat, xo'p. Mani juda yaxshi ko'rgan opam, qo'limdan ushlab yurgan opam, har kun erkalab turgan opam, mehribonim jonim opam.